Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumanidan Gazablog seximizdan Gazablog kanalimizga video joylashda davom etyapmiz. Bugun 10-may 2025-yil. Haftaning dam olish kuni. Hammalarga kun xayrli bo'lsin. Kunlar barakatli bo'lsin. 20 ga 30-60 bo'lgan Gazabloglarimiz 550 markadagi sementda quyilayotgan, qattiqligi zo'r. Kecha chiqqan, o'l kuni chiqqan Gazabloglarimiz shular. Qattiqligi juda a'lo darajada. Hop, Andijon shahriga yetkazib beryapmiz. Andijon shahriga yuklashni boshladik. Bugunga va'da qilingan edi. Hop, bular shu bugun chiqqan Gazabloglar. Shu bugun. Bugun chiqqani ham qattiqligi hammasi joyida. Bular 20 ga 30-60 bo'lgan Gazabloglar. Bu yoqda 15 lik peregorodkaga quyganmiz. 15 lik Gazabloglar. 15 liklar. Bu mana shu bugun chiqqan Gazabloglar mana shular. Kimga Gazablog kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol ekranda nomerlarimizni qoldiramiz, aloqaga chiqarasizlar. Bizda montaj qilish boshqa yo'q. Singani singan, butun, xunuk, chiroyli holatda bo'ladi. Hamma videoyimiz bir xilda olinadi, bir xilda joylanadi. Hozir ichkarida quyish jarayoni ketyapti. Shuni ko'rsatib o'tamiz. Quyish jarayoni. Muzika so'zi bilan bo'ldi, Bahram bu. Lades 550 marka sement. Bu tomon sexdagi bolalar quyib bo'lib yuklashni boshlashdi. Bu tomondagilar bugun sekinroq harakat qilishdi, shuning uchun qolib ketishdi. Buning tagida shunaqa qilib o'rab qo'yamiz. Qancha issiq tursa, o'shancha tez yetilishini hisobiga shunaqa qilib issiq qilib o'rab qo'yamiz. Sexda ish avjida, hamma o'z ishini bilib qilayotgan holatda. Chemikat, qo'shimchalar hammasi qo'shib olinadi. Avvalo. Keyin bu yoqqa bir boshdan boshlanadi. 32 kilodan qumlar ketdi. 32 kilodan 4 ta qum tushadi. 128 kilo. 110 kilo sement tushadi. 550 markada. Quyilishi. Tamam, qo'lni quyilib hammasi tayyor holatga kelgan. Xudo xohlasa 2-3 soatdan keyin kesiladi. Kimga Gazablog kerak bo'ladigan bo'lsa, ekranda nomerlarimizni qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqarasizlar. Seximiz sement va Gazablog bo'lib chiqadi. Qattiqligi zo'r. Qo'l kirib ketadimi deb so'rashadi. Yo'q. Kuch bilan bosamiz, kirmaydi. Qattiqligi o'ta zo'r. Bosgan joyim. Lekin muqishlaydi deyshadi, yo'q, muqishlamaydi. Hech qaysi Gazablog muqishlaydigani yo'q.